Chingiz Aytmatov 1928-yil 12-dekabrda Qirg'izistonning Talas vodiysidagi Shakar og'ilida tug'ildi. Uning Oq kema asari 1970-yil chop etilgan bo'lib, doimo adabiyotning klassik yangiliklaridan biri hisoblanadi. Bu asar turkman xalqining urf-odatlari, ma'naviy dunyosi, shuningdek, jamiyatdagi insoniylik ehtiyojlarini yaqindan ko'rsatadi. Oq kema asari G'arbiy hamda Markaziy Osiyodagi kurashlarni, ayollar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning murakkabligini va ularning hayot yo'llarini ko'rsatadi. Unga asosan ijtimoiy-psixologik tematikalar va insonning ichki hayoti kiritilgan. Asarda odam va tabiat o'rtasidagi munosabatlar hamisha mo'jiza va ehtiyojlar bilan bog'lanib, insoniy muammolarni hal etishga harakat qiladi. Chingiz Aytmatovning bu asari uning adabiyotga yangi yo'nalishlar qo'shganligi va ma'naviy dunyodagi taniqli va chuqur qarashlarni ko'rsatganligi bilan ahamiyatlidir. U shu bilan birga adabiyotni insoniy muammolarni ko'rsatish uchun foydalangan va o'sha davrning ijtimoiy-siyosiy holatiga juda chuqur aloqa va ta'sir ko'rsatgan. Oq kema asarining falsafiy mazmuni insonning kichik va katta, hayot va o'lim o'rtasidagi qarama-qarshiliklar haqida. Bu asar faqat adabiy jihatdan emas, balki inson falsafasiga oid aniq va muhim savollarga javob izlash bilan qadrlanadi. Qissasining asosiy qahramoni yolg'iz bola. U tog'da ota-onasidan uzoqda bobosi bilan birga yashaydi. Uning hayoti juda yolg'iz va mashaqqatlidir. Otasi erta tark etgan, onasi esa boshqa turmush qurgan. U o'zini ovutish uchun tasavvurlar olamida yashaydi va eng ko'p sevadigan orzusi daryodagi oq kemaga yetib borishdir. Bu kema uning uchun ezgulik, ozodlik va samimiy muhit ramzidir. Bobosi esa bolaga ko'p afsona va rivoyatlar aytib beradi. Ular orasida baliq odam haqidagi afsona ham bor edi. Bu afsona bola uchun umid va ezgulik timsolidir. Biroq hayotdagi nohaqliklar, qatag'on va beinsofliklar bolaning orzularini chil-parchil qiladi. Katta dunyodagi zolimlik bolaning ichki dunyosiga ta'sir qiladi. Qissa oxirida bola baliq odamga aylanishni judayam orzu qiladi va daryoga tushib ketadi. Bu voqelikdan qochish, ruhiy qutulish, balki fojia ramzi sifatida berilgandir. Aziz kitobxon, Chingiz Aytmatovning Oq kema asari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lay desangiz, asarni o'qishingizni tavsiya etamiz.